o'laman deylar haligi shanba kuni 11 janoza qilasizlar deylar. 11 janoza. 11 shanba kuni. Juma kuni o'tadi. Abisha o'lgan odam jumaga chiqarishadi-ku. Chiqarmaydi. Shanba kuni 11 ga. Bular chorshanba bo'ldi, yana shu gap. Keyin o'tirib aytib, o'rtamizdan bir gap qilamiz dedim. Achib keldi. Dedi, o'lda yo'q, boyva shuni o'tirdi yaxshi. Shu boyva shuni o'tirdi. Keyin haligi payshanba kuniga o'tirib men qo'lga cho'pol bergan cho'pol beraman bilan sana qaytarib beraman asramini san radio olsam uni beraman olib qo'y hamma narsa beribdi qaytarib berdi g'ulg'ula tushdi ketib qoldilar keyin bular payshanba kun bo'ldi mana aytadilar shanba kun 11 ga janoza keyin shu juma kuni Avdoshim aka o'ldi. Haliga yo'q. Mana bo'ymamali, kim ma'lum bo'ldi-ku. Deg ma'lum bo'ldi. Qor yoqqan edi, o'sha bu janozaga edi. Telefon qilib ketdi. Janozadan chiqarib kelik o'tirdilar, haliga osh qilishgan, ochib, og'riq ichib. Keyin o'sha kun haligi kitobda Xo'jayev degan joy bor, katta kitobda. Unda avtor shu odam. Odamga maktub yozdilar-ki, bu oxirgi maktubim telefon qiladi, telefon. Oxirgi telefon qilmayman, xayr yaxshi qo'ying dedi. O'tirgan odam. Bechora. Keyin bu odam hazillashma deydi. Juma kuni payshanba kuni. Oqshom kechqurun bordi, o'tiribmiz, haliga divanga chiqib, sizlar namoz o'qidilar, chiqib ayvonga qoladilar. Ayvonga qolishdi, haliga keyin domlarni Namjon chaqirdilar, chaqirib, do'stim tushib tomondilar. Hata chiqib turibdi, yana haliqalarga. Dam turib, lekin juvardan bo aytib ketdi. Lekin shungacha Inoqboy 2-3 marta yo'sin tushirdi. Ular yaxshi turibdilar. Bosh qo'ydilar, namozni haligi xiftonni o'qidilar. Boshini qo'ydilar, Namjon chaqirdilar. Namjon kancha 1-2 marta haligi Inoqboy o'zimiz janub nevaralari do'stim tushirdi, 2 marta tushirdi. Yani 3-chi boshlaymandim, bundoq qaradi, hali ketgan ekanlar o'zi. Shunday qilib juma kuni ertasiga chiqarmadi-ku. Endini kuni shanba kuni chiqardik 11 ga. O'zi 4 kun ilgari unaqa bo'lgan, o'zlariga ayon bo'lganda. O'zlari vaqtigacha aytganlar. Oxirga shu haligi o'g'li yo'l aytamiz, domlalar hammasi bilan Xudo nazar solgan odam bular. Ko'p mahkam yo'lni qilib yangi asfalt bo'layotganda mahkam yo'l aylanib o'tirdi. Zarafshon bilan. Yo'q, Buna bozorda chimaman. Majburiyatda o'ynaldi o'tay. Keyin ular shu qabristonni oldidan ko'prikgacha qarib 4000 odam yig'ildi, 4000 dan ziyod odam yig'ildi. Samarqand mahkamada o'ch olmadi bu yoqdan. Bu haqda o'cholmadi. Toshkent mahkamada Nazoratni boshiga ko'milgan bunaqaga-da, bu yoqda nazorat ko'milgan. 14-yil edi u? 14-yil. 14-yil. Shu holda boshlariga katta maqbara qilib qo'yganmi-da? 11 yil bo'ldi. Ana bitta Komiljon aka bitta so'fidan o'tindi.